Assalomu alaykum aslovchilar. Bugun do'stimiz Baxtiyor bilan o'zaro do'stona o'qamiz. Baxtiyor, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, sizlar? Charchab qolmasdan. Ha, amallayapmiz. Qalay bo'lyapti feederda? Feeder yo'nalishi zo'r bo'lyapti. Ancha qo'l kelib qoldi. Baxtiyor do'stimiz Karpavik yo'nalishida edilar. Mana feeder yo'nalishida ham, mana feederlar ham juda ham aktiv ishlayapti. Ancha nozik ekan. Endi buni yaxshilab tushunib olish kerak. Mana ko'ryapsiz. Juda otdingiz, sirazi mana aktiv ishlayapti lekin. Mana bunda baliqlarimiz bor. Nima qilamiz? Oxirida ko'ramiz. Mayli. Ochalarimizga ko'rsatamiz. Oxirida. Bugun do'stimiz Baxtiyor bilan o'zaro musobaqa qilganmiz. Kim ko'p tutish? Bittaga bitta mana, bitta feeder. Kaminada ham bitta feeder mana. Buni oxirida batafsil ko'rsatamiz taroziga qo'ygan holatda. Xo'p, Sirdaryoga aynan shu hududga keladigan mehnat arenaga keladiganlarga tavsiyangiz menimcha Karpavik olib kelishmasa bo'ladi. Yo'q, Karpavik deyarli ishlamayapti. Shu ancha sal tushib qolgan, sayozroq. Adashib bir tushib qolmasa Karpavikka. Shunaqa. Qadrdonlar haqiqatan Karpavik otib, baliq ushlayman deganlar ancha qiyinchilik bo'lyapti. Shuni baliqchilarimizga ham ancha ozor yetkazishyapti. Ustiga usti chiqib ketib qolyapti, cho'galashgan va hokazo har xil dilxiraliklar. Shuning uchun Karpavik qalmoqda keladigan bo'lsanglar, uzoq masofaga otmanglar. Naboda otadigan taqdirlarda ham og'irroq toshlar bilan kelib o'qisanglar bo'ladi. Iltimos bir-birimizga ozor yetkazmaymiz. Oqim kuchli, og'irroq o'sha qo'lomlardan foydalansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundoq olib qarasangiz, asl ovchilarni boshliq Ulug'bek bilan mana yonma-yon qildim. Boshqa ovchilarimiz yo'q, asl ovchilardan. Endi bu yoqdagilar begona ovchilar. Begonalar. Birga bir qoldik bugun. Dildan suhbat bo'ldi. Dildan mana bunaqa ov bo'ldi. Fikr almashish. Boshqacha bo'ldi. Kayfiyat lekin zo'r. Menimcha shu qadrdonim Baxtiyor bugun Tarozda og'irroq keladilar. Menimcha chunki dadil gapiryaptilar. Do'stimizga qarshi hujum qilish yo'q. Lekin dadilliklardan sal cho'chib turibman. Dadil gapiryaptilar. Tengdosh bo'lsak ham bu yo'nalishda ustoz o'rnida ko'ramiz. Borilarga shukr. Hammamiz ilmga chanqoqmiz. Mohir ustalari bor. Mohir ustalardan ilm olganimiz, ustoz ko'rganimiz yaxshi bo'ladi. Amin. Endi bizda agar nomoda ko'p bo'lsa ham kamtarona ustozga beraveramiz baribir. Endi qadrdonlarim do'stimga bugun yutqizib bera qolaman. Ko'ngillari ko'tarilsa. Rahmat sizga. Nima deydi? Ani egilgan bosh qilich kesmas. Hamma joyda kamtarlik. Mayli, endi men o'zi ko'tarib qo'yganman, ishlamayapman hozir. Guvohlar bor, qo'shni o'ychilarimiz biladi. Guvohlar bor, menda nima deydi? Ani mayda-chuyda ishlar bilan qilib yuraman. Chigit ushlagan ekanman. Qadrdonlar bilan kelib, maza qilib baliq ushlamasanglar ham dildan mana qirg'oni bo'yida bu tabiatda suhbat qilib, fikr almashib, sila rahim oqibat qilishi o'zi bir katta baxt, katta bir yutuq. Balig'imiz ikkinchi daraja. Qadrdonlarimiz sog' bo'lsin. Yana bitta sizlarga eng zo'r taklifim, eng kerakli, nima deydi, hayotda kerakli bo'ladigan yo'nalish qanaqadir, qanaqa tushuntirsam ekan, hayotda har bitta yigit kishini mana shunaqa Ulug'bekdagi do'sti bo'lsin. Voy, amin. Qiyomatli do'sti bo'lsin. Amin. Shuni Allohu akbar. Hamma o'ziga yaxshi do'st yonida bo'lishini tilab qolaman. Amin. Voy. Voy. Qadrdonlarim yutib ketdilar. Men ketdim. Yutib ketdilar. Men ketdim. Yutib ketdilar bo'ldi. Men bu gaplardan keyin endi Tarozga qo'ymayman. Balig'imni, sadogimni hammasini berib yuboraman qadrdonimga. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar, salomatlikda ko'rish hammamizga nasib qilsin. Oxirida natijalar qilamiz. Kun isyapti, uje sekin ketish chorasini ko'ryapmiz. Xumorimiz bosildi, fikrlarimiz almashildi, ilmlarimizni ozgina bo'lsa ham yana almashdik. Shu bilan sekin endi kichkinalarni qo'yib yuborib 5-6 ta olsak yetadi. Nafsimiz uchun qolganini hammasini qo'yib yuboramiz. Omon bo'linglar qadrdonlar. Baxtiyor bilan do'stona musobaqamiz qoyasiga yetdi. Yarim kunlik musobaqa bo'ldi. Mana shu qo'yas, Tarozga bitta tortamiz. Mana oldin ko'raylik. Mana platvolar bitta feeder qalmoqda qildilar. Platva va karaslar. Shu 330. 5 kilo 300. 5 kilo 300 ekan. Baxtiyor, qanaqa hayajon bo'lyapti? Hayajon yaxshi. Hozir kaminaniki bor-a?
Eslatib o'taman, do'stim Baxtiyor bilan bugun o'zaro bitta qalmoqda birga bir. Qadrdonlar mana Taminaniki. Juda ham kam, chunki juda aktiv ishlanmadi. Lekin do'stona musobaqa bo'lgani uchun ozgina harakat qildim mana. Mana bu yerda faqat chiqon balig'i mana. Ular hammasini qo'yib olamiz hozir. Zarar etmaslik uchun suvga qo'yib turamiz. Aralashtirilish taraslar. Mana. Ularni ikkitasini olamiz. Nafs uchun qolganini qo'yib olamiz. Hozir albatta tarozdan keyin 5 kilo 100 deylik. qadrdonlar nima bo'lyapti? Qadrdonlar. Nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Salkam mana 1 kilo ko'rsatyapti. 930 gramm. Xo'p. Nima deyapti? Kabina gapiryaptimi? Yo, mana bularni minus qiladigan bo'lsangiz. Xo'p, sadogim 3 kilo. Qadrdonlarim 1 kilo. Temir sadogingiz 1 kilo. Mana 25 gramm. bo'ldi. 1,5 kilo yo'q yo'q. Suv pulari bilan. Bugun Baxtiyor do'stimiz g'alaba qozondilar, lekin sadoglari menikidan og'ir. Hammasi bular hazır. Bizlar sadok qancha og'ir 2 kilo chiqib qoladi. Qadrdonlarim hammasi hazilona. Bu yerda maza qilib fikr almashdik, ilm o'rgandik. Qolganlar hammasi hazil. Oshna og'ayning orasida, qadrdonlar orasida hech qanaqa samman, sport bo'lib bo'lmaydi. Hamisha oqibatimizni mustahkam qilsin. Omon bo'linglar. Kelin maza qilib dam olib ketaylik. Keyingi haftada yangi joylarda, yangi joyda qilaman. Endi bu yerga kelmay turaman. Chunki mana bu mayda ballarni bekoriga ozor yetkazib qo'yamiz-da. Olib ketmasak ham qanaqadir bir ozorlanyapti. Shuning uchun bu yerga kelmay turaman. Keyingi haftaga eson-omonlikda, sihat salomatlikda o'shalardan video qilish nasib qilsin. Kuzatib olinglar.